Ushbu ko'rib turgan elektrobus Xitoy Xalq Respublikasining Yutong kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan bo'lib, mazkur elektrobus 26-yo'nalishda 1 oy muddat davomida sinov tariqasida yo'nalishga chiqarilgan. Ushbu avtobusni yo'nalishga chiqarish qachondan boshlandi? Yutong elektrobus avtobusi 2026-yil 11-avgust kunidan boshlab korxonamiz tasarrufidagi 26-sonli avtobus yo'nalishida tasarruf etilishi yo'lga qo'yildi. Hozirgi kunda yo'lovchilarga xizmat ko'rsatib kelmoqda. Avtobus to'liq elektronlashtirilgan, konditsioner bilan jihozlangan. Yo'lovchilarga qulaylik yaratish maqsadida telefonlarni zaryadlash qurilmalari o'rnatilgan. Oxirgi bekatlar manzili Olay bozori, Majnuddin mahallasi. 26-avtobus yo'nalishi shahar ichki ko'chalaridan yo'lovchilar oqimini shahar markazlariga olib chiqib beradi. Shu sababli yo'nalishga 9 metrli avtobuslar yo'lga qo'yilgan.